Davlat xaridlari jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish hamda mutaxassislarning bu boradagi bilimlarini oshirish dolzarb masalalardan biridir. Bugungi kunda Hayot birja aksiyadorlik jamiyati tomonidan savdolarni axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda elektron shaklda amalga oshirish tizimi yo'lga qo'yilgan. Shu sababli respublikamizdagi budjet va korporativ tashkilotlar, mas'uliyati cheklangan jamiyatlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda mahalliy ishlab chiqaruvchilar toifasiga kiruvchi foydalanuvchilarga davlat xaridlarini amalga oshirishda qulaylik yaratish va amaliy yordam ko'rsatish maqsadida Hayot birja aksiyadorlik jamiyati tomonidan maxsus o'quv kurslari tashkil etildi. Bundan asosiy maqsad, ya'ni yangi chiqqan farmon bo'yicha malaka ko'nikmalar berilmoqda va xodimlarni shu o'quv seminarda ya'ni o'zlarini malakalarini oshirib, davlat xaridlarida to'g'ri ishlashni ta'minlash maqsadida o'tkazilmoqda. Mazkur o'quv kurslarida Ichki ishlar vazirligi moliya va moddiy texnika ta'minoti xodimlari ham faol ishtirok etdilar. O'quv mashg'ulotlari davomida aksiyadorlik jamiyatining malakali mutaxassislari tomonidan davlat xaridlari jarayonida ishtirok etish tartibi, elektron do'kon, auksion savdolari, eng yaxshi takliflarni tanlash hamda tender savollarini tashkil etish mexanizmlari yuzasidan batafsil tushuntirishlar berildi. Shuningdek, davlat xaridlari to'g'risidagi qonun, tegishli qarorlar hamda qonunchilikdagi so'nggi o'zgarishlar bo'yicha zarur bilim va amaliy ko'nikmalar shakllantirildi. Tadbir so'ngida ishtirokchilarga kursni muvaffaqiyatli tamomlaganlik to'g'risidagi ma'lumotnomalar topshirildi. Mazkur o'quv kurslari mutaxassislarning kasbiy salohiyatini oshirish hamda davlat xaridlarini qonunchilik talablariga muvofiq, ochiq va samarali tashkil etishga xizmat qiladi.